Mana ularda tutalaringiz. Onangiz qilgan hadyalari oling. Shularni olingda bir uyingizga jo'nab qolingchi. Men nima qildim oyijon? Qanaqadir xato qildimmi? Xatoni siz emas, onangiz qildi. Menimcha qaynonamga siz ayting deb tayinlab chaqirgansiz shekilli. Oyingiz bizni ishga umuman aralashmasin. Oyijon, agar oyim noto'g'ri gapirgan bo'lsalar, men kechirim so'rayman. Ular yomonlikka olib unaqa demaganlar, shunchaki. Demak, men noto'g'ri tushunganman-a? Balkim meni ahmoqqa chiqararsizlar, ona bola bo'lib olib, a? Oyijon, unaqa demang, iltimos. Menga orqamdan ish qiladigan, oldimda muloyim mushuk bo'lib, orqamizdan oilamiz haqida gap tashiydigan kelinni keragi yo'q. Tezda yukingizni oling-da, ko'zimga ko'rinmang.